Assalomu alaykum, hurmatli aziz birodarlar. Bugungi video syomkamizda sizlarga bir juft ajoyib bo'lgan buqachalarni taqdim qilamiz. Bugungi kunimiz 27-fevral, hafta kuniga juma. Juma ayyomi bilan barchalaringizni tabriklaymiz. Qashqadaryo viloyati Koson tumanidan olib borilmoqda. Bir dona rossiyskiy 3 oylik bo'lgan buqacha, ikkinchisi bo'lsa gibrid, sementalga limuzin gibrid, nihoyatda ajoyib bo'lgan 4 oylik buqacha. Ikkovini ham sutdan chiqarilgan holatda, ajoyib holatda sotilyapti. Bularda bahosiga keladigan bo'lsak, rossiyskiy buqachamiz 22 million baho aytilyapti. Gibridimizga esa 25 million baho aytilyapti. Qolgan ma'lumotlarni bemalol egasiga telefon qilib so'rashlaring mumkin, nomerini qoldirganmiz. Albatta bizning kanalga bitta like bosib, podpiska bo'lish esdan chiqmasin. Sog' salomat bo'linglar.